qanotcha pishirishni bopladingiz. Endi oyoqcha pishirishni ham bir boplang deb oyijonimdan zakaz tushdi. Va men xo'p bo'ladi oyijon deb chaynashga ham hojat qoldirmaydigan, og'izda erib ketadigan mo'shli tovuq oyoqchalarini pishirishga kirishdim. Tovuq oyoqchalarini yuvib, pichoq yordamida teshib marinovkaga tayyorlashdan boshladim. Shu orada erim filedan ham bo'lsin deb qoldilar. Erni gapi qonun deb filedan ham qo'shib marinovka qilishni boshladim. Uyimdagi bor ziravorlardan qo'shib chesnok va tomat pastasini ham solishni unutmadim. Singlimning ishtahalari ochilib, yangicha kartoshkadan ham bo'lsin deb qoldilar. Qizimni mehribon ammajonisiga yo'q deyolarmidim? Albatta qo'shaman dedim. Va kartoshkalarni to'g'rab, alohida ziravor va tomat pastasi bilan marinovkadan keyin hamma narsani duxovkalisiga joyladim. Ustiga bir kosa suv soldim, yog'idan quydim. Svejiy pomidorlarni terib chiqdim. Ovqatim yumshoqqina chiqishi uchun pergament qog'oz bilan va uning ustidan qattiqqina qilib folga bilan ham yopdim. Agar shu usulda pishirsangiz, nerealno yumshoq chiqadi. 1 soatga duxovkaga shu holatda pishirib, pishganiga ishonch hosil qilganimdan so'ng chiroyli podachalar bilan oyijonim, erim va qaynsinglimni xursand qildim va o'zimdan faxrlanib ketdim. Siz ham o'zingizdan faxrlanishni xohlasangiz, bu ovqatni albatta pishirishingiz kerak.